Kirishten çıkıp ketken ok ya qaytip gelmeydi. Çünkü Amerika soğudu uğraşı allakaçan barış gelmez yolga kirip gitti. Mavzulu haber 7. ayının 12. günü Filmborg agenetliği ilan kılındı ve şu günü Venvi torbeti köçürüp besildi. Haber mundak başlandı. Amerika Koşmuş Ştatlarının Prezident Trump Filmborg agenetliğinin təhliliga asaslanğanda Amerika Cungo oturuşdaki soğudu uğraşını allakaçan barış gelmez yolga ittirip girdi. Her kandak bir taraftan qaytarıga yola kalmadı. Açı yolga kirip gitti, ya tuyuk yolga kirip gitti, qaytarıga yol kalmadı. Təhlildə mındaq görüşdürüldü. 8. ayının 30. günü yetip gelgende Aksaray kımmeti 200 milyar dollarlık Cungo'dan import kılınğan tuvarmallağa 10%'in tamojna boyunca koyuduğun buldu. Bu tuvarmalla kiyim-keçekten tartip televizor, kir algı qatarlık məsulatlarını öz içine alıdı. Avvalki 50 milyar dollarlık tuvarmallardan elindiğen bajda koşkanda Cungo'nun Amerika'ya eksport kılınğan tuvarlarının yerimeden köpreki tamojna böce koyuş takdiriga yoluqıdı. Cungo'ga fakat 7 haftalı vakit kaldı. Yaki murassa qilib Amerika bilan kelishim hosil qilish kerak, yoki Prezident Trump bilan oxirigacha qarşılaşış kerak. Davlat ichida siyosiy besim ostida Cungo'ning Rais Xi Jinping ojiz deb qaralmaydi. O allabiron jonga jon, qonga qon olaman dedi. Prezident Trumpning tunji dolqunliq hujumiga duch kelganda Cungo öç elişini başladı. Öç alıdığan obyektler Prezident Trump'ını sayılamda kollagan Amerika'nın halkılık ştatları ve işlep çıkarılgan məsulatlar. Prezident Trump her katımlık baz eliştin öç almakçı bolsa Cungo Amerika'nın məsulatlarından texemi yukarı normada baz elişke mecbur bulundu. Yaka qalaymakançılık payda qilish hareketlerini qo'llanadi. Masalan, mol setip elish to'xtamini bekor qilish degandek, yaqindalar Amerikadan import qilinadigan purchaq elish setip elish uchun tuzilgan to'xtamni Xitoy hukumati bekor qildi. Yoki iste'molchilar Amerikaning tovarlarini boykot qilishga quturadi. Yoki tuzum xarakterlik qorg'onlarni qurib, to'sqinlik paydo qiladi. Bu ishlar Prezident Trump amaliyleştirmoqchi bo'lgan tahdidni keskinlashtirdi. Cungo'ning barliq tuvarlardan boj elishga majbur qildi. Tahdidni keskinlashtirib, Cungo'ning barliq tuvarlardan boj elishga majbur qildi. Yoki bo'lmasa ichki davlat xalqlarining millatchilik kayfiyatini qo'yib etishga elib keldi. Shuning uchun ichki davlatning geopolitik sohasida xo'jayinlik, tanishish, ko'rishi keskinlashdi. Shangang maslahat surash shirkatining tadqiqotchisi Long Bowlin mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungo ikki taraf endi chekinadigan yo'l qolmadi. Kelar qatim bu savdo urushi emas, hatto ikki davlat o'rtasida sovuq munosabatlar urushi yuz berib, Amerika Cungo munosabatida muz davri boshlanishi mumkin. Amerika Cungo savdo talash tartishida halqiliq bir masala. Cungoning 2025-yil planidagi Cungoning qor niyatini Amerika azaytishni talab qilganlikdir. Demek qor niyatini azayt deyishdi Amerika talab qildi Cungodan. Belki bu dal Rais Xi Jinpingning yuqori texnikalik, strategik sanoat davlat qurish ulug'vor planidir. 2005-yil Cungo'da yasaldi degan gap strategik sanoat qurish ulug'vor plani, bu Rais Xi Jinpingning plani edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trump dal mushunaqa zarba beryapti.
Cümleden yerim ötközgüç ve avatsiya taraqqiyotini öz içine aldı bu meseleler. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Rais Xi Jinping huquqiy boqibandlik huquqini qo'lga keltirgandan keyin davlatning huquqiy va pulni boyliqni mutlaq tizginlashga erishdi. Albatta hozirgi vaqtda o'zini ojiz ko'rsatmaydi. Strategiya markazi tadqiqotchisi Kennedy mundaq ko'rsatdi. Jungo chekinmaydi. Uzun muddatlik savdo urushiga tayyorlik qildi. Jungo savdo urushida Amerikadan o'ch oldi.